ustalar nima deydi aka? Ustalar Rossiya olamiz deydi. Xorazm chet elniki desa, aka o'zimizdaniki yaxshi. Har hafta 300 dollardan pul beryapmiz, aka. Agar usta bo'lsa. Universal Decor mana bunaqa chaygasini sotib olasiz, yopishtirasiz, bitta videoga olasiz, Instagramda Universal Decor shuni belgilab qo'yasiz. Bo'ldi. Har hafta 300 dollardan pul beramiz. O'zidan qora ko'zlarni poddeja qilmaysizlarmi? Qilamiz, qani xatda bor, shuni. Mana aka, mana turibdi-ku, aka. Orqasi yozuvi bilan. Universal Decor o'zimizdaniki, mana xuddi shu gibi. Aka, gap sovg'ida emas, gap sifatda. Ikkita o'zimizdaniki. Ustasiz haqiqatdan, aka mana. Direkt. Inigoniki, haqiqatdan mana ikkita o'zimizdaniki, bitta rossiyskiy. Qatdan ajratdingiz aka? Bu to'q quyoshda anaqa bo'ladi. Mana bu pastda bilinib turadi. Aha. Sifat masalasi bo'yicha-chi? Qaysi yaxshi? Zo'r ekan. Hech qaysi ruskidan qolmas ekanmi? Yashing. Qayerda O'zbekistondagi sifat zo'r deb, biz Rossiya ishlatamiz deydi. Nima unaqa qiladi? Endi tushunmaydi-da. Bilmaydi. Buchi? Shu Rossiya. Rossiyskiy. Aka, qarang. Milliy mahsulot zo'rda, bu o'zimizniki, O'zbekistonniki aka. Milliymi? Milliy mahsulot hozirgi kunda oxir payt yaxshi chiqaryapti. Zo'r ha aka? Zo'r chiqaryapti. Buni ham zo'rmi? Bu yog' emas, zo'r. Ustalarga. Bugun qulog'i qo'yaman uni. Aka, ulanadi, tiyagam oladi, yopishtiradi, universalda ko'rib belgilaydi. 100 dollar uchun bo'ldi aka. Oddiy narsa, faqat usta kerak. Nomer 78 113 65 85.